Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mini 5 quyosh paneli bilan ishlaydigan 4G kamera haqida qisqacha video sharh beramiz. Kamera 4G tarmoq orqali ishlaydi, ya'ni Wi-Fi va kabelsiz ham bemalol foydalanish mumkin. Shunchaki SIM karta o'rnatasiz va kamera ishlashga tayyor. Keling, uning asosiy afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, kamera PIR datchik va radar bilan jihozlangan. Bu esa kerakli obyektlarni, inson yoki transport vositasini aniq-aniqlash imkonini beradi. Ikkinchidan, ikki tomonlama aloqa mavjud. Siz kameradagi ovozni eshitasiz va o'zingiz ham gaplashishingiz mumkin. Uchinchidan, kamera akkumulyator bilan ishlaydi. Quyosh paneli quvvati 10 Watt, akkumulyatori esa 50 Watt. To'rtinchidan, hatto bulutli yoki yomg'irli ob-havoda ham kamera taxminan 36 soat uzluksiz ishlay oladi. Beshinchidan, kamera 512 GB gacha bo'lgan SD karta orqali yozuvni saqlaydi. Va 6-dan, qurilma Prismir P66 himoya darajasiga ega, chang va namlikdan himoyalangan. Endi kameraning o'ziga qisqacha to'xtalamiz. Kamera ikkita 4G antennaga ega, shuningdek unda PIR datchik va radar mavjud. Eng qiziq tomoni, kamera datchik bilan birga harakatlanadi. Harakat aniqlansa, kamera darhol yozishni boshlaydi. Pastki qismida qopqoq bor. Uni ochib, SD karta va SIM kartani o'rnatish, shuningdek, sozlamalarni tiklash mumkin. Kamera tungi rangli tasvirni qo'llab-quvvatlaydi. Oq yorug'lik va infraqizil yoritish mavjud. Shuningdek, mikrofon va dinamik o'rnatilgan. Bu esa to'liq audio aloqa imkonini beradi. Quyosh paneliga kelsak, akkumulyator panelning orqa qismiga o'rnatilgan. Komlektda kronshtayn mavjud bo'lib, panelni quyosh yo'nalishiga qarab istalgan tomonga burish mumkin. Panelda ikkita port bor. Biri akkumulyatorni doimiy zaryadlash uchun, ikkinchisi kameraga ulanish uchun. Agar kamerani yangi olgan bo'lsangiz, akkumulyatorni komplektdagi adapter orqali 12 volt quvvat manbaiga ulab, oldindan zaryadlab olishingiz mumkin. Kamera ishga tushirilganda ko'k indikator yonadi va u avtomatik ravishda aylanish orqali start qiladi. Taxminan 1 daqiqadan so'ng kamera to'liq ishga tushadi. Shundan keyin, agar SIM karta o'rnatilgan bo'lsa, uni HIC Connect orqali osongina sozlash mumkin. Kamerada energiya tejash uchun 3 ta uyqu rejimi mavjud. Agar zaryad 15% ga tushsa, kamera faqat harakat aniqlanganda ishlaydi. Agar zaryad yetarli bo'lsa, u doimiy kuzatuv va yozuvni amalga oshiradi. Agar kamera uyqu rejimida bo'lsa ham, harakat aniqlansa sizga bildirishnoma yuboradi. PIR datchik va radar esa keraksiz harakatlarni filtrlab, faqat muhim obyektlarni aniqlaydi. Barcha sozlamalarni keyingi videoda batafsil ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.